O'tibay. Qani nimadir zakaz qilaymi? To'xtab tur, ana aziz kursdoshim bor-ku. O'shani chaqirdim, o'sha kelsin. Bo'ldi unda. Kel o'rtoq. Qalaysan? Yaxshi kelding? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'tir, o'g'il. O'tir. Seni kutyapti deydi. Aka yaxshimisiz? Tuzumsiz o'zingiz? Rahmat, Sizlar yaxshimisizmi? Yaxshi kelding? Ha, rahmat. Sen qalaysan, Dilmurod? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Yaxshi kelib oldingmi? Rahmat. Aka, 3 ta sredniy xuddi qo'ying. Mana aytgan ishim nima bo'ldi, o'rtoq? Qaysi ishing? Ana ishxonangga qorovulchiligi. Ha, bo'ldi, o'rtoq, uni hal qilamiz. Muammo yo'q undan. Dilmurod, qorovulchilik nima qilasan sen? Ya'ni alimentga jonga tegdi, bolalarga ko'p pul o'tib ketyapti. Amakilar salfetga olasan-a? Kerak emas salfetga, bu sandagilar ko'payib ketdi. Bor o'sha yoqqa. O'rtadan oldinda qilashmi? Dilmurod, seni o'g'lingmi? Nima deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Hozir qaraychi. To'xta. Nima qilyapsan? Anta o'rtoqlarim yonida sharmanda qilyapsan-ku. Adi, bilasiz, ertaga tug'ilgan kunim. To'rt olmoqchi edim. O'rtoqlar bilan o'tirmoqchi edik. Men bo'ladi senga mana 50 ming ham. Bor shu yoqqa. Ham bolalar ketdikmi endi? Bo'ldi, ketdi unda bo'lmasa. Aka bizaniki nechi pul bo'pti? Aka sizlarni 70 ming. Bugun mendan kirayapsanlarga. Ketdi. Mana aka 70 ming. Dilmurod, bir minutga qarab oling. O'rtoq, nima gap? O'tibay. O'zingni o'g'lingdan uyalyapsan, kursdoshing oldi. Senga o'xshaganlar deb 3 yetimlar ham ko'payib ketyapti.